Adamlarga haqiqiy gurmansiz deydijon desam, xalqimizni hammasi o'zbeklarimiz aslida gurman odamlarimiz. Chunki sifatli ovqatni yaxshi ajrata olamiz. Issiq nonni ko'rganda xayoliga hozir yoniga qaymoq bilan asal bo'lsa yaxshi ketardi deb, nima narsani nima bilan yaxshi ketishini yaxshi tushunadigan, fikrlashgan, tasavvuri boy xalqimiz deb ko'p aytadilar. Yaqinda Instagramda bitta doktor ovqatlarga juda ham ruju qo'ydik deb aytayotdi desam, to'g'ri aytayotdi. Oldinlari qornimiz ochgani uchun ovqatlanardik. Hozir 3-4 ta og'aynalar ko'rsa faqat ovqat yegani kiradi. O'zi kafedan chiqqan bo'lsa ham, yana o'tdan chiqib ham kofe bilan bulichkami bir nimalar yeb oladigan paytga keldik dedilar. Bu gaplarga qo'shilaman. Uydan zavtrak chiqib yana 11 ga yaqin choy pit, soat 1 da obed qilib, kechki choyni 4-5 ta yeb, yana 7-8 da ovqatlanishga o'tib oldik. Yozda-ku kechki choyni tushunaman. Yengil mevalar, tarvuz, qovunlar bilan obeddan keyin uxlab turgandan keyin suvda ketadi. No bahor, kuz, qishdachi o'zi kun kalta bo'lsa, haqiqatdan ham tan olish kerak. O'zim ham shunaqa bo'lganman. Ovqat yeb turib ham qattandir o'tsam, shatdan qanaqadir shirin hid kelib qolsa, olib yegim kelardi. Bunga sabab o'zimiz и, конечно, atrofimizdagilar va Instagram. Faqat ovqatlarni reklamalari deb o'ylayman. To'g'ri, yeyish kerak, lekin hammasini ham evi bor. Chunki orqa oldiga qaramay, oshqozonga dam bermay ovqatlanganimiz sari ortuvchi vazndan qiynalyapmiz. O'z-o'zidan vес ortishidan ko'p kasalliklar kelishi hech kimga sir emas. Ayniqsa oxirgi vaqtda urushga kirgan ayollarning gapi yeb o'tirishlari haqida gapirmasa ham bo'ladi. Yaqinda oyijonim o'rtoqlar bilan ko'rishga bordilar. Shot 4 millionga yaqin keldi. Shuncha narsani yeyolmasdan saboy qilib oldik. Uvol bo'lmasin deb. O'zi kamroq narsa etildi dedik. 2-3 ta qiz, no ko'proq etildi deganlar bizdan ko'proq bo'lgani uchun ko'p narsa etdik dedilar. Olib keldilar, baraka topsinlar, lekin qanaqa qilib oshqozonga sig'maydigan narsalarni zakaz qilib tashlash mumkin. Unaqa odamlar aslida meni pul yo'q deb o'ylashmasin degan xayol bilan ko'p narsani zakaz qilishadi deb o'ylayman. Lekin kim nima degan taqdirda ham sog'liqli, taningiz uchun foydali ovqatlanish o'zingizning qo'lingizda. Lekin men ozish boshlayotgan vaqtimda vaqtincha kafelarga bormay turibman. Rejimga tushib olgandan keyin boraman deb turibman. Bu hammasi mening shaxsiy fikrim. Izohlarda sizlar ham o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar va menga obuna bo'linglar. Qanaqa qilib ozayotganim haqida videolarni qo'yib boraman. Va yana bitta narsaki, isrofdan ham qo'rqinglar.